Men sizlarga vahima va xavotirdan 10 daqiqada qanaqa xalos bo'lish hozir tushuntiraman. O'zinglarni lecheniya qilasizlar. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan narsa qog'oz paket bo'ladi. Qog'oz. Insonda xavotir, vahima har xil vaziyatda uyg'onadi. Ya'ni kimdadir odamlarning orasiga tushganda qo'rquv, vahimada his qiladi o'zini. Shuning uchun inson tasavvur qiladi, ko'zini yumadi, tasavvurida odamlarning orasida yuribdi. Ya'ni tanasida qo'rquv, vahimasi ko'tarildi, ya'ni kuchaydi, ya'ni boshlandi. Mana shu vaziyatda ko'zini yumadi, tasavvur qiladi odamlarning orasida yurganini va tanasini qatida turganini, mana shu his-tuyg'uni his qiladi. Ko'p holatlarda bu yurakning ustida bo'lishi mumkin yoki qalbda bo'lishi mumkin. Mana shu vaziyatda ko'zini yumadi, odamlarning orasida yuribdi, qo'rquv, vahimani tanasida his qilyapti. Tanasida asosan diqqatimizni qaratishimiz kerak bo'lgan narsa nima shaklda, nima rangdaligi. Bu misol uchun dumaloq shaklda bo'lishi mumkin, uchburchak shaklda, to'rtburchak shaklda bo'lishi mumkin, rangi oq bo'lishi mumkin, qora bo'lishi mumkin, qizil bo'lishi mumkin, tomirlarga o'xshagan bo'lishi mumkin. Mana shu narsalarni tasavvurimizda, hayolimizda ko'zimizni yumamiz. Mana shu qalbimizdagi turgan narsani tasavvurimizda dumaloq qilib, bilinchiga o'xshatib dumaloq qilib o'rab turib, hayolimizda mana shu narsani hayolimizda og'zimizdan chiqarib bu paketga tushiramiz. Bu yerda asosiy kerak bo'ladigan narsa paketga tushayotganligi holat, nima shaklda, nima rangda paketga tushayotgani eng glavniy vazifani bajaradi. Mana shu paketga nima shaklda, nima rangda tushganidan keyin yana ko'zimizni yumamiz, diqqatimizni mashtimizga qaratamiz. Bormi boyagi narsa yoki yo'qmi? Demak, yo'q bo'lsa, masala hal bo'ldi. Yoki yana ko'zimizni yumamiz, tasavvurimizda o'sha odamlarning orasida yana qaytib boramiz tasavvurimizda, u yoqda o'sha bizning his-tuyg'ularimiz o'zgargan bo'ladi. Qo'rquv va xavotirdan 10 daqiqada shunaqa xalos bo'lish mumkin. Minnatdorchiliginglarni video ko'rinishda yoki yozma ravishda yoki ovozli ravishda yuborishingiz mumkin.